Assalomu alaykum akalarim, ukalarim. Laboyimga og'riq ortaman deb o'ylanib yurgan aka-ukalarimiz diqqatiga mana sizlarga akalar yechim alohida idealniy variantda, xudo xolasa, ish bilan ish farqiga boradigan aka-ukalarimiz diqqatiga mana shu variant eng zo'ri bo'ladi akalar. Ko'rib turganingizdek, har bittasi detallari joy-joyiga qo'yilgan. Pauma shu mana shu boshidan boshlab oxirigacha usti krishkasi ochilgan va o'zini maxsus o'zini qalin stenali profillari bor. Bu ham mayli. Buni o'ziga yarasha razmerli joylari bo'ladi. Ya'ni shu o'lchamlari hammasi joy-joyiga keltirilgan. Xudo xolasa, bizani kuzatishda davom etsanglar, gruntovka sepilgan holatlarini va kraska sepilgan holatlarini ham qo'yib boramiz. To'g'ri, endi ko'chada eshityapmiz, bizga telefon qilishadi, "Aka, sizda ozgina qimmatroq ekan" deyshadi. Endi bu variantimiz akalar sifat qadriga yetadigan, ish bilan ish farqiga boradigan aka-ukalarimiz uchun mana shunaqa variantda qilib beramiz. Agar bizga arzonroq bo'laveradi, cho'ntak bo'lib deydigan bo'lsanglar, 2 million so'mga, 2,5 million so'mga ham qilib beramiz. Endi bunaqa variantga biz xudo xolasa, avvalo xudo deb gapiramiz. Bunaqa variantga bemalol ko'nglim to'q bo'lib ishonib sizlarga topshirsak bo'ladi akalar. Bu mana zavodskoy holatda, ya'ni pachka mashinamiz bo'ladi. Salondan to'g'ri bizani ishxonamizga tashrif buyurgan akalarimiz. Bu bizani oldingi mijozlarimiz. Adashmasam bu 7-mi yoki 8-mi labolari bo'ladi. Akamiz 1,5 tonna, kami 1,5 tonna, 2 tonna yuk ortar ekanlar. Shuning uchun mana yana ikkita mashinalarni olib keldilar. Akalar, kimga shunaqa ramo usulit xizmatlari, tent xizmatlari kerak bo'ladigan bo'lsa, ekran pastda nomer qoldiramiz. Bizning manzilimiz Toshkent viloyati, Yangiyo'l shahrida joylashgan. Xudo xolasa kelinglar akalar, yuz-yuz ko'rishib gaplashamiz. Video boshqa, to'g'ri. Kep ko'zinglar bilan shu ishxonamizga kelib ishimizni ko'ringlar. Nasib bo'lsa, ma'qul bo'lsa, xudo xolasa ishinglarni tez va sifatli, eng muhimi ko'ngilingizdan joy oladigan qilib bitirib beramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, kuninglar xayrli o'tsin.